pul ishlab boramiz va ishlagan pullarimizni o'zimizdan par hamyonimizga yechib olamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, botga kirasizlar. Bot silkasi video opsiyasida zakrepliyoni kommentariyada bo'ladi. Bu yerdan boshlash degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, ortiq. Endi masalaga botda qanday qilib pul ishlashni hozir video davomida to'liq tushuntirib beraman. Xo'p, kirganlaringda mana bu yerda o'rtada raketa turadi va bizga mana bu yerga ko'rib turganingizdek monetalar, ya'ni tangacha yig'moqda. Bizga o'rtada qiladigan ishimiz faqatgina bitta. Mana bu yoqilg'i tugab qolsa, yoqilg'ini to'ldirib qo'yishimiz kerak. Qalqon tugasa, qalqonni to'ldirib qo'yishimiz kerak bo'ladi, bo'ldi. Xo'p, bularni qanday to'ldiramiz? Mana bu yerdagi savatchani bosamiz. Xo'p, mana raketa to'ldirish, ya'ni yoqilg'ini to'ldirish. Yoqilg'ini to'ldirish narxi o'rtalar 1298 ta tangacha turar ekan yoki mana bunaqa 3 ta tangacha turar ekan. Bepul to'ldirsangiz ham bo'ladi o'rtalar. Xo'p, o'tkazamiz. Qalqonni ta'mirlash, ya'ni buni ta'mirlash o'rtalar sariq tangachada 1947 tangacha turar ekan yoki 5 ta qizil tangacha turar ekan. Buni ham o'rtalar bepul to'ldirsalar ham bo'ladi, reklama ko'rib. Xo'p, bu botda o'rtalar asosiy bizlarning qiladigan ishimiz darajamizni tezroq ko'tarishimiz kerak. Qancha darajamiz baland bo'lsa, shuncha ko'proq pul ishlaymiz. Men hozir darajam o'rtalar 13-darajadaman. Botdan o'rtalar men $4 yoki $4.5 pul yechib olaman har hafta. Xo'p, o'rtalar bu yerda savatchani ustiga bosasizlar. Men hozir o'rtalar yana urvenimni kuchaytiraman. Tanga qazishni hozirda o'rtalar 13-urvendaman. Agar 14-urvenga o'tadigan bo'lsam, menga 176 mingta sariq tangacha yoki 400 ta qizil tangacha kerak bo'lar ekan. Xo'p, o'tkazib ketaveramiz. Mana bundan boshlaymiz o'rtalar. Men hozir 72 mingta tangachaga qalqon quvvatini 14-darajaga o'tkazaman. Bitta bosaman, bo'ldi o'rtalar. Muvaffaqiyatli. Mana 14-darajaga o'tdi. Agar 15-darajaga o'tmoqchi bo'lsam, menga 162 mingta tangacha kerak bo'ladi yoki 200 ta mana bunaqa tangacha. Bu yoqqa o'tkazamiz. Endi o'rtalar yoqilg'i sig'imini ham men kuchaytirishim kerak. Bu ham o'rtalar hozirda 13-urvenda, 14-urvenga o'tishim uchun 96 mingta tangacha yoki 240 mingta mana bunaqa tangacha kerak bo'lar ekan. Xo'p, men o'rtalar hozir buni ham 96 mingta tangachaga kuchaytiraman, bo'ldi mana o'rtalar. 14-darajaga o'tdi va o'rtalar endi maksimalniy parvoz 1200 daqiqaga yetadi. Xo'p, bu ham o'rtalar 14-urvenga o'tdi. 15-urvenga o'tkazmoqchi bo'lsam, menga 218 mingta tangacha kerak bo'ladi yana. Xo'p, yana bu yoqqa o'tkazamiz. Endi o'rtalar tangalar sig'imini ham men kuchaytirib qo'yishim kerak. Bu ham o'rtalar hozirda 13-urvenda. 14-urvenga o'tishim uchun 140 mingta tangacha kerak yoki 320 ta tangacha kerak mana bunaqa. Men hozir o'rtalar yana 140 mingtaga kuchaytirishim kerak. Xo'p, buni ham 140 mingta qilaman. Bo'ldi o'rtalar. Endi bunisiga bizning hozircha pulimiz yetmaydi. Yoki 176 mingta sariq tangacha kerak yoki 400 ta qizil tangacha kerak bo'ladi tanga qazishni kuchaytirish uchun. Xo'p, ko'rdinglar o'rtalar, faqatgina mana shu urvenlarni ko'tarib biz botda yaxshigina pul ishlab olishimiz mumkin o'rtalar. Sizning darajangiz o'rtalar mana shu hali 13-urvenda. Agarda boyaga bitta mana shuni ko'taradigan bo'lsam, mana bu tanga qazishni bitta urvenga ko'taradigan bo'lsam, avtomatik urvenim 14 ga o'tadi. Xo'p, xuddi shunaqa qilib o'rtalar urvenlarni ko'tarib biz botda oddiygina pul ishlab borishimiz mumkin. Bot o'rtalar 100% pul to'laydi, bemalol kirib pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'lim o'rtalar bu yerda partnyorskiy programma bo'limi mavjud, bu yerda sovrin bo'limi mavjud. Bu yerda olovchani ustiga bosasizlar. Xo'p, mana bu yerga yozib qo'yibdi o'rtalar, barcha vazifalar uchun mukofot 13-darajaga o'tsangiz o'rtalar hamma zadandan 2 barobar oshiriladi. Siz yana ham ko'proq pul ishlashingiz mumkin. Agarda 15-darajaga boradigan bo'lsangiz, sizning vazifalar 3 barobarga oshadi. Ya'ni undan ham ko'proq pul ishlaysiz o'rtalar. Masalan, 12-darajada 4 ta 5 ta zadani beradigan bo'lsa, 13-urvenga o'tganingizdan keyin 7 ta 8 ta beradi. 15-darajaga o'tadigan bo'lsangiz, 15 ta 20 ta vazifa beradi va o'rtalar shunaqa ko'proq pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, endi o'rtalar hammaga qiziq bo'lgan joyi, botdan o'rtalar biz qanday qilib pullarimizni yechib olishimiz ham mumkin. Undan oldin men mana bu qizil tangachani ham olishni o'rgatishim kerak. Buni ham o'rtalar video davomida o'rgatib o'tishim kerak. Xo'p, sotib degan tuman ustiga bosasizlar. Bu tangachani sotib olib ham o'rtalar tezda urvenlaringizni ko'tarib tashlashlari mumkin. Masalan, o'rtalar kimdirlar sariq tangacha yig'ib urvenni ko'tarishga erinishi mumkin. Bu o'rtalar aynan o'sha erinchoq odamlar uchun. Ya'ni mana shu qizil tangachani sotib olib tezda urvenlarni ko'tarib tashlash mumkin. Lekin bu qizil tangacha pul turadi. Masalan, siz 300 ta sotib olmoqchisiz yoki 600 ta sotib olmoqchisiz, ustiga bosasiz. 600 ta tangacha o'rtalar 258 ming so'm bo'lar ekan. 1,5 mingtani ustiga bosadigan bo'lsangiz, 646 ming bo'lar ekan o'rtalar. Sizlar Telegram Start, bank karta, Payer Ruble, Payer USDT
xohlagan valyutalardan yoki xohlagan hamyonlardan bemalol pul kiritib, mana shunaqa qizil tangachalarni sotib olib, tezda urinlaringni ko'tarib tashlashlaring mumkin. Masalan, 600 ta sotib oladigan bo'lsangiz, siz gideta orqali 6 yoki 7 uringa tezda kelib qo'yasizlar. Xo'p, xuddi shunaqa qilib ham urinlaringni ko'tarishlaring mumkin. Lekin orqali pul kiritmasalar ham bot 100% pullaringni to'lab beradi. Pul chiqarish uchun endi mana bu yerdagi to'lov degan tugma ustiga bosasizlar. To'lov tarixiga o'tadigan bo'lsak, men botdan orqali juda ham ko'p marta pul yechib olganman. Oxirgi marta orqali 10-mart kuni yechganman ekan. $3 yechganman muvaffaqiyatli. Ya'ni hammasini to'lab bergan. $3, $2, $2, $2, $3, $3 hammasini orqali 100% par hamyonimga to'lab bergan. Botdan pul chiqarsa 24 soat ichida pullaring par hamyonlaringga to'lab beriladi. Xo'p, endi pulni qanday chiqaramiz? To'lov degan bo'limni bosasizlar. Mana bu yerga orqali yozib qo'yibdi. Agarda 10-darajaga chiqadigan bo'lsangiz, 3% qo'shadi pulingizga. 13-darajaga chiqadigan bo'lsangiz 5%, 14-darajaga chiqadigan bo'lsangiz 10% qo'shib beradi. 15-darajaga boradigan bo'lsangiz, pulingizni 15% yana ko'paytirib sizga to'lab beradi orqali. Shunaqa bonuskalar ham bor. Mana bu yerga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan tangangizni yozishingiz kerak. Masalan, hozir menda 25 ming tangacha bo'lsa, bu orqali rublda, dollarda $2.62 bo'lar ekan. Men hozir o'rtaga pul yechmayman, chunki boya kuchaytiramiz deb ko'p pulimizni ishlatib qo'ydik. Men hozir o'rtaga maksimalni o'zi 40 mingta yoki 45 mingta pul chiqarsam bo'ladi. Ya'ni $5, $4.5 chiqarsam bo'ladi. Men ozroq kutaman o'rtaga, bugun kechga men botdan pul chiqaraman. O'tinglar o'rtaga Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, Telegram kanaliga hamma cheklarni tashlab bormoqdaman. Xo'p, bugun ham o'rtaga kechga pul chiqarsam, hamma cheklarni Telegram kanalimga joylab qo'yaman. O'rtaga tezda o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanali silkasi video opsiyasida zakreplёnный kommentariyada bo'ladi. Bot orqali 100% pul to'laydi. Bemalol kirib botga pul ushlab borishlaring mumkin. Bot silkasi video opsiyasida zakreplёnный kommentariyada bo'ladi. Endi sizlar bilan o'rtaga mana bu videomizdan g'olibini aniqlab borishimiz kerak. Bilasizlar, o'rtaga biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari deyarli yo'q yerlar. Mana shu Smartman YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak, Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ldi. Men hozir mana bu videoning silkasini salam qilib olaman. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Davom etish. Xo'p, bu yerdan winner dostiga bosamiz. G'olib o'rtaga mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z plyuslarini par hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p, jigarlar, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi videomiz